Hürmetli yurttaşlar, mana ko'rib Belarusdan kelgan KAMAZ, mana strabilar, taxtalar 80 ming so'm deydi buni. Bozordan Urganchdan arzon bahada beraman deb turibdi. Serdar mana ko'rib turibsiz, strabilar 50 ming, 55 ming so'm puldan xudo qalasa. Hürmetli yurttaşlar, mana hozir sizlarga yana tushuntirib o'tsam, boshqa materiallardan mana hozir ko'rsatib o'taman. Mana durujkalar, mana boshqa narsalar. Hürmetli yurttaşlar, mana ko'ringlar. Hozir sizlarga ko'rsataman mana. Şu keptirib xarid qilaverasizlar. Yana aytganimdek, nasiyaga da turaman dedi. Dastlabkasam bor, boshqasam bor. Hurmatli aziz yurtdoshlar. 100 metrlik ağaçlar ham bor. Mana har xil ağaçlar bor. Mana teraklar ham bor. Mana ko'rinib turibdi, bag'alar ko'rsatib turibdi, xodalar 5 ming so'mdan 15 ming so'mgacha xoda. Mana hurmatli yurtdoshlar, bir xodalarni ochib turibdi, ko'rib turibsizlar. Mana Serdar kelishib beraman dedi, dastlabki bor dedi. Kelaverasiz hurmatli yurtdoshlar. Bu yaqinda mana teraklar bor deydi. Bulardan kelishilgan narxda beraveramiz. Bulardan kelishilgan narxlarda beraveradi teraklarni. Hurmatli yurtdoshlar, kelaverasizlar, kelishilgan vaqtda beraveradi. Dastlabkisi bor. Qurilish etsangiz hamma material bor. Bor. Xo'sh, hurmatli aziz yurtdoshlar, mana Xalqoboddamiz yana. Mana Serdar Gamburg'ning ağaç taxtalari hammasi bor. Yine ko'rsataman sizlar. Mana Serdarning o'zi, mana ko'rib turibsizlar. Hozir bu Ukrainadan keldi bu. Sveji taxta yine Belarusdan keldi yine. Yine kran tushib turibdi, ko'rib turibsizlar. Yine odamlar xodalarni ochib turibdi. Hozir bularni bahasini sizlarga xudo qalasa Serdarning o'zi tushuntiradi. Assalomu alaykum, molla va obunachilar. Mana bizlar yine şeyden yangi iş başladık. Namangandan teraklar kelib turibdi, zanzimislik teraklar bor. Rossiyadan kelib turibdi ağaçlar, taxtalar. Shu yoqdan arzon beramiz kelsangizlar, shu yerdan olaverasizlar. Maydondan besh qidirib bilmaysizlar, dastlabkilar ham ichida. Shu yine strafillarimiz bor. 11 ga 3.2 lik strafillar bor. 6 metrliklari bozorda 95 ming so'm, bizda 85 ming so'm, 80 ming so'mdan beramiz. 6 metrlik strafillar, 4 metrliklari bozorda 65 ming so'm. 4 metrlik 11 ga 10 ga 3.2 lik strafillar. Hammasi bu ya shiperli strafillarga gelişib beramiz hammasini arzonroq etib. Bozordan 10 ming so'm, 10 ming so'm arzon, taxtadan 10 ming so'm arzon, strafillar ham 10 ming so'm arzon. Yine aziz yurttaşlar, yine eshitdingizlar, ko'rdingizlar, yine Serdar Gamburg'ning ağaç taxtalarını yine arzon Urganchdan 15 ming, 20 ming so'm arzon beraman deydi. Mana xodalar ham bor. 5 mingdan yine 15 minggacha xodalar yine ochib turibdilar, ko'rib turibsizlar. Mana hozir yine Belarusdan kelgan KAMAZ, mana taxta strabilalar tushib turibdi. Mana ağaç taxta strabilalar kelaverasizlar. Hozir sizlarga orientirni aytib o'tsam, Urganchdan kelsangizlar 4 yo'l Svetofordan chapga olasizlar, Shovotdan kelsangizlar 4 yo'l Svetofordan o'ngga olasizlar. Yine Shovotni bo'yinda o'zi ko'rinib turibdi ağaç taxtalar. Hürmetli podpисчиler, obunachilar, marhamat. Kelaverasizlar, yine teraklar, hamma qurilish materiallar hammasi bor. Bu yerga kelsangizlar, mana hammasi ko'rinib turibdi. Hurmatli yurtdoshlar, marhamat. Agar Varg'un Serdar kelishmasa, men o'zim kapilman, o'zim sizlar kelishtirib olib beraveraman taxta hamma narsalarni. Nasiya savdosi ham bor, nasiya savdosi. Ana nasiyaga da turaman deydi yine. Nasiyaga da turadi. Marhamat. Mashinalar ham bor. Dastlabki bor. Kelaverasizlar.